Assalomu alaykum azizlar. Mana Akmal aka mana o'zim Besharidan Qoraqulidan tizdan orqasida kesadiganmidi bir paytlar. Asalari muolajasi olib, nima bo'lgan? Asalari olganimdan keyin hammasi yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Tomir tortishlaringiz qanaqa bo'lardi? Baqirtirgidek bo'lib tomir tortib qolardi oyog'imda. Bitta kurs muolajada tomir tortishlari ham yo'q Hammasi yo'q bo'lgan. bo'ldi. Hozir mana Rossiyadan o'zi kecha kelibdi ekan, kecha keldingmi, 2 kun bo'ldimi? Kechadan o'tib. Mana kelibdi ekan, yana shu bir ikkita muammolar bo'lib qoldi deydi. Akamga o'sha Garijani ajali degan giyohdan berib yuboryapman, xudo xolasa. Buni ichib 15 kun ichib yana o'sha Rossiyada javlanguruq xizmat qilaveradi inshaalloh Akmal aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa endi kelganda yana bitta asalari muolaja qilib olamiz. Bari aniq Xudo xolasa. Sizda u yerda topgan dollarlaringizni olamiz. Bo'ldi. Salomat bo'linglar. Kimga asalari muolajasi kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida Umurbek tabib lisalarining YouTube Telegram kanallarimiz bor. Telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57. Endi sizni ham yil taniyman. Shunda. Ya salomat bo'ling aka.